Bismillahirrahmanirrahim. Sura Mujadala. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turadi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sizlardan ayollarini zihar qilganlarning, ya'ni ayollarini onalarimizning uchilariga o'xshash deguchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular, ya'ni zihar qilguvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Allah shak shubhisizki tavba qilguvchini afu qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Ayollarini zihar qilib, ondan qilgan so'ziga, ya'ni zihar qilganligiga pushaymon qilganlar, ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qo'lni ozod qilishi lozim. Buning bilan sizlarga vaz nasihat qilinadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Azod qilishqa qo'li yo'q odam ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutishi lozim. Qiyrilik yoki kasallik sababi bilan ro'za tutishqa qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berishi lozim. Bu ahkom Allah va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allohning qonunidir. Bu qonunni inkor qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Innallazina yuhaddunalloha va rasulahu كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Şübhisiz ki Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlar ulardan burunqilar halok qilingandek halok qilinadi. Biz haqiqatan halol harom
farz va ahkomlarni o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Kofirlar xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. U kunda Allah ularning hammasini tirildirdi. Ularning dunyodagi chog'da qilgan qilmishlarini aytib berdi. Allah ularning qilmishlarini nomi amoliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah'ның osmonlardagi va zemindagi narsalarni bilib turadiganligini bilmamsan? 3 odam pichirlishidi ekan. Allah ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlishidi ekan. Allah ularning 6-chisidir. Mayli uningdan oz yoki ko'p odam pichirlasin. Ular qayerda bo'lmasin? Allah hamon ular bilan billadir. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini Allah ularga aytib beradi. Allah haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Pichirlishdan man'i qilingan, ondan man'i qilingan narsaga qaytgan kishilarni ko'rmadingmi? Ular gunoh bilan, zulm bilan va payg'ambarga qarshi turish bilan pichirlishidi. Ular sening yiningga kelganda Allah sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nimishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kupoyidir. Ular do'zaxga kiradi. Do'zax nima degan yomon joy? يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. İyi müminler, sizler pichirlashsanglar, gunoh, zulm va payg'ambarning amriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik va taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlar uning dargohiga yig'ilisizlar. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Günah to'g'risida pichirlashish, mo'minlarni qayg'uga selish uchun
shayton tarafidan bo'lgandir. Bundaq pichirlashish Allohning irodasi bo'lmasila, mo'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ey müminler, agar sorunda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar. Allah sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib beradi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shtib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'taradi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardor. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler! Peygamber bilen mahfi sözleşmekçi bolsanlar, oldu bilen yoksullarga sadiqi berip, ondan sözleşinlar. Bu sizler üçün yaxşıraqtur ve pakraktur. Eğer sadiqi kılıdığan nerse tapalmısanlar, sizlerge günah bolmaydı. Çünkü Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Sizler Rasulullah bilen mahfi sözleşiştin ilgiri sadiqlar berishtin kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadiqi bermidinglar. Allah sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Allah to'liq xabardordir. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Allah'ның g'azabiga uchragan qavmni, ularning do'st tutqanligini ko'rmidingmi? Ular sizlargimi va u qavmgimi, ya'ni yahudiylargimi mansub emas. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichidi. A'addallohu lahum azaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ularga Allah qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Ular yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ularning mollari va bolalari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaydi. Ani shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. U kunda Allah o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chog'larida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ular shaytonning qo'shinidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shini ziyon tortquchilardir. İnnellezîne yuhaddûne Allâhe ve rasûlehu ulâike fil edellîn. Şübhisizki, Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashquchilar eng xor insonlar qatoridadir. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allahqa va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni, ularning onalari, o'g'illari, yo qarindoshlari, yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ani shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Allah ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmu mamnun bo'ladi. Ani shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki, Allohning qo'shini maqsadga erishguchilardir.